Biz bir oyda 22-25 ish qilsak, sen bilan men dam olishga haqqimiz yo'q-ku. Oddiy o'ylab ko'r. Shaxsan men 25 ga kirdim. Dadam bo'lsa 50 ga kiryapti. Biz shu yoshimizgacha faqat bizni deb ishladi. Yemasdan yedirdi, kiymasdan kiydirdi. Hammani dadam shunaqa. Endi 25 ga kirdik, biz ishlayapmiz. Bizni boq katta qilib, endi bizni farzandlarimiz uchun ishlayapti-ku. O'zim o'ylab ko'r, bu ota bu charchadim degan yo'q, hali dam olay degan yo'q. Har bitta erkak onasiga aytishi mumkin, ona sizni yaxshi ko'raman. Sizga unaqa, sizga unaqa, lekin uncha-muncha erkak dadasiga aytolmaydi-ku. O'shaning uchun hali yoshimiz ekan. Sen bilan biz dam olishimizga hali ancha bor. Biz bir oyda 22-25 ish qilsak, sen bilan men dam olishga haqqimiz yo'q-ku. Oddiy o'ylab ko'r. Shaxsan men 25 ga kirdim. Dadam bo'lsa 50 ga kiryapti. Biz shu yoshimizgacha faqat bizni deb ishladi. Yemasdan yedirdi, kiymasdan kiydirdi. Hammani dadasi shunaqa. Endi 25 ga kirdik, biz ishlayapmiz. Bizni boq katta qilib, endi bizni farzandlarimiz